Diqqat aziz do'stlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch xabar haqida gaplashamiz. Hukumat tomonidan yangi, jiddiy farmon e'lon qilindi va unda belgilangan muddat joriy yil aprel oyining oxirigacha. Agar siz ushbu muddatga qadar tegishli choralar ko'rmasangiz, moliyaviy yo'qotishlar, qo'shimcha soliq yuklamalari yoki hattoki jarimalarga duch kelishingiz mumkin. Bu axborot har bir tadbirkorga, har bir yakka tartibdagi mehnat faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxsga, har bir fuqaroga taalluqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Hoziroq kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki men hozir sizga hayotingizni yengillashtiradigan, ehtimol katta muammolardan qutqaradigan ma'lumotlarni ulashaman. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, bilamizki, avvallari yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki o'z-o'zini band qilish faoliyatini boshlash ancha murakkab jarayon edi. Misol uchun, oddiy bir sartarosh, tikuvchi yoki uy sharoitida shirinliklar pishirib sotuvchi xonim o'z faoliyatini qonuniylashtirish uchun bir qancha idoralar eshigini qoqishi, ko'plab hujjatlar to'plashi, uzoq navbatlarda turishi va ba'zida ortiqcha to'lovlarga duch kelishi mumkin edi. Bu esa ko'plab insonlarni norasmiy faoliyat yuritishga majbur qilar edi. Norasmiy ish esa nafaqat davlat uchun soliq tushumlarining kamayishiga olib kelar, balki eng asosiysi, fuqarolarning o'zlarini ijtimoiy himoyasiz qoldirar edi. Masalan, norasmiy ishlayotgan shaxsning mehnat staji hisoblanmas, pensiya ta'minoti shakllanmas, bank kreditlaridan foydalanish imkoniyati cheklanar va qonuniy himoya kafolatlanmas edi. Shuningdek, norasmiy faoliyat yurituvchilar hech qanday rasmiy ma'lumotga ega bo'lmagani uchun o'z biznesini kengaytirish yoki rivojlantirish uchun banklardan moliyaviy ko'mak olishga deyarli imkoni bo'lmas edi. Ular ko'pincha qora bozor kreditlariga yoki qimmat foizli shaxsiy qarzga murojaat qilishga majbur bo'lar edilar. Bu esa ularning ahvolini yanada og'irlashtirar edi. Bundan tashqari, norasmiy ishchilar ish haqi kechikishi, ishsizlik holatida nafaqa ololmaslik yoki ish joyida baxtsiz hodisa yuz berganda hech qanday qonuniy kompensatsiya olmaslik kabi xavflar ostida yashashga majbur edilar. Bu esa, afsuski, mamlakatimiz iqtisodiyotining muayyan qismida norasmiy mehnat munosabatlarining ildiz otishiga sabab bo'lgan edi. Hukumatimiz uzoq yillardan beri ushbu muammoni hal qilish yo'lida turli choralar ko'rib keldi. Biroq joriy etilgan yangi tizim oldingilariga nisbatan tubdan farq qiladi va juda katta imtiyozlar paketini taklif etadi. Prezidentimiz tomonidan imzolangan so'nggi farmon yoki qarorga binoan, aprel oyining oxirigacha o'z faoliyatini rasmiylashtirgan yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun misli ko'rilmagan soliq imtiyozlari, subsidiyalar va davlat ko'magi kafolatlanmoqda. Bu nafaqat ularni norasmiy iqtisodiyotdan olib chiqib, qonuniy maydonga olib kirishni maqsad qiladi, balki ularning faoliyatini kengaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish uchun real imkoniyatlar yaratadi. Farmon, shuningdek, davlat organlarining tadbirkorlarga nisbatan nazorat funksiyalarini tubdan qisqartirish va ularga har tomonlama ko'mak berishga qaratilgan. Muddat juda qisqa, aprel oyining oxiri. Va bu muddatning qisqaligi farmonning shoshilinchiligi va muhimligini ko'rsatadi. Farmonning asosiy maqsadi norasmiy sektor ulushini keskin kamaytirish, aholining tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va ularga ijtimoiy kafolatlar berishdir. Agar siz bu imkoniyatdan foydalanmasangiz, nafaqat yuqorida aytib o'tilgan imtiyozlarni boy berasiz, balki kelajakda norasmiy faoliyat uchun belgilangan jarimalarga ham duch kelishingiz mumkin. Bu jarimalar esa avvalgi yillarda belgilangandan ancha yuqori bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, birinchi marta aniqlangan norasmiy faoliyat uchun kamida bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobardan 10 barobarigacha jarima belgilanishi mumkin. Bu esa hozirgi kunda 1,7 million so'mdan 3,4 million so'mgacha degani. Takroriy aniqlangan holatlarda esa bu jarimalar yanada oshib, hattoki faoliyatni vaqtincha to'xtatishga, litsenziyani bekor qilishga va barcha daromadlarni musodara qilishga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu masala shunchaki tavsiya emas, balki hukumatning jiddiy talabi va muhim bir choradir. Bu farmon norasmiy sektorning har bir a'zosiga qo'l uzatib, ularni kelajakda davlat tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanadigan qonuniy maydonga chorlashga qaratilgan. Nima bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi mumkin?
Keling, endi eng muhim qismiga o'tamiz. Bu farmon aynan nimani anglatadi, kimlarga ta'sir qiladi va kimlar uchun bu xavotirga sabab bo'lmasligi mumkin. Birinchidan, nima bilishingiz kerak? Asosiy jihat shundaki, hukumat ozozini band qilish va yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazish tartibini misli ko'rilmagan darajada soddalashtirdi. Bu degani endi sizga faoliyatingizni qonuniylashtirish uchun o'nlab hujjatlar to'plash, uzoq byurokratik jarayonlardan o'tish shart emas. Asosan barcha jarayonlar raqamlashtirilgan va onlayn tarzda amalga oshiriladi. Bu esa vaqt va resurslarni sezilarli darajada tejaydi. Eng muhim jihati esa soliq imtiyozlaridir. Aprel oyining oxirigacha ro'yxatdan o'tganlarga bir qator soliq imtiyozlari va hattoki ayrim hollarda soliq ta'tillari berilishi mumkin. Masalan, ba'zi turdagi faoliyatlar uchun daromad soligi stavkalari sezilarli darajada kamaytirilgan, ba'zilari esa ma'lum muddatga, masalan, 6 oydan 1 yilgacha umuman soliqdan ozod qilingan. Bu imtiyozlar xususan yangi boshlayotgan tadbirkorlar va kichik biznes egalari uchun juda katta yordam bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, 1 yil davomida siz o'z daromadingizdan hech qanday soliq to'lamay, pulingizni biznesingizni rivojlantirishga sarflashingiz mumkin. Bu pulni yangi uskunalar sotib olish, xomashyo zaxirasini ko'paytirish yoki hatto mahsulotingizni reklama qilishga sarflashingiz mumkin. Shuningdek, ro'yxatdan o'tgan ozozini band qilgan shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar endilikda davlat xaridlarida ishtirok etish, banklardan imtiyozli kreditlar olish, turli grant va subsidiyalar dasturlarida qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ayniqsa biznesini kengaytirmoqchi bo'lganlar uchun juda muhim. Avvallari bu kabi imkoniyatlar faqat yirikroq korxonalar uchun mavjud edi. Endi esa kichikroq faoliyat egalari ham bunday imkoniyatlardan foydalanishlari mumkin. Misol uchun, yoshlar daftari yoki ayollar daftariga kiritilgan fuqarolar uchun tadbirkorlikni boshlash uchun beriladigan subsidiya miqdori 30 million so'mgacha bo'lishi mumkin edi. Endi esa rasmiy ro'yxatdan o'tgan har bir ozozini band qilgan shaxs, agar u shu dasturlardan biriga mos kelsa, bu kabi moliyaviy ko'makdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularning faoliyatini kengaytirish uchun katta turtki bo'ladi. Hukumat ularga nafaqat dastlabki mablag' bilan, balki maslahat va o'qitish dasturlari orqali ham yordam berishga tayyor. Endi esa kimlar xavotirlanishi kerak? Bu savolga javob berish uchun bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Uyda shirinliklar pishirib sotuvchi Maftuna opa. Maftuna opa butun umr uy sharoitida mazali tortlar, pishiriqlar tayyorlab, qo'shnilariga, tanishlariga sotib kelardi. Uning ishi orqasidan topadigan daromadi oyiga 3 million so'mdan 5 million so'mgacha yetar edi. Lekin bu faoliyat rasmiy emas edi. Uning mehnat staji hisoblanmas, pensiya uchun to'lovlar amalga oshirilmas, umuman ijtimoiy himoyadan mahrum edi. Agar u bu faoliyatini aprel oyining oxirigacha ozozini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazmasa, birinchidan, yuqorida aytilgan soliq imtiyozlari va subsidiyalardan mahrum bo'ladi. Ikkinchidan, kelajakda soliq inspeksiyasi xodimlari tomonidan aniqlangan taqdirda norasmiy faoliyat uchun belgilangan jarimalarga tortilishi mumkin. Bu jarimalar Maftuna opaning bir oylik daromadidan ham oshib ketishi ehtimoli bor, ya'ni 3 million so'mdan 5 million so'mgacha bo'lgan miqdorda jarima undirilishi mumkin. Bu esa uning barcha daromadini yo'qqa chiqarishi yoki hatto qarzga botirishiga olib kelishi mumkin. Biroq, agar Maftuna opa hoziroq ro'yxatdan o'tsa, u 1 yilgacha soliqdan ozod bo'lishi va ehtimol o'z faoliyatini kengaytirish uchun 10 million so'mgacha subsidiya olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa uning biznesini keyingi bosqichga olib chiqish uchun tramplin bo'ladi. Masalan, u bu pulga yangi, zamonaviy pech sotib olib, mahsulot hajmini 2 barobar oshirishi, hatto yangi mahsulot turlarini joriy qilishi mumkin. Bu uning daromadini sezilarli darajada oshiradi va ijtimoiy himoyasini ta'minlaydi. Misol 2. Yakka tartibdagi duradgor Alisher aka. Alisher aka o'z ustaxonasida mebellar yasab, ta'mirlab tirikchilik qiladi. Uning xizmatlari sifatli bo'lgani uchun mijozlari ko'p. Oyiga 7-10 million so'm daromad topadi. Biroq u ham xuddi Maftuna opa kabi norasmiy ishlaydi. Natijada uning mehnat staji hisoblanmayapti. Kelajakda pensiyaga chiqishda muammolarga duch kelishi mumkin. Bankdan ustaxonasini kengaytirish uchun kredit olishga harakat qilganida esa rasmiy daromadi yo'qligi sababli rad javobini olgan. Endi Alisher aka uchun bu farmon katta imkoniyat.
Agar u aprel oxirigacha yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tsa, nafaqat soliq imtiyozlariga ega bo'ladi, balki rasmiy daromadini ko'rsatib, 50 million so'mgacha imtiyozli kredit olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu pulga u yangi dastgohlar sotib olib, ishlab chiqarishini kengaytirishi, hatto qo'shimcha ishchilar yollashi mumkin. Masalan, u zamonaviy frizer dastgohini sotib olib, murakkabroq dizayndagi mebellarni yasashni boshlashi, bu bilan o'z mijozlari doirasini kengaytirishi va daromadini oshirishi mumkin. Aks holda, kelajakda norasmiy ishi uchun 5 million so'mdan 10 million so'mgacha jarimaga tortilishi mumkin. Bu esa uning oylik daromadidan ham ko'proq. Bundan tashqari, agar uning ustaxonasida biron bir baxtsiz hodisa yuz bersa, u hech qanday sug'urta himoyasiga ega bo'lmaydi. Rasmiy ro'yxat esa unga sug'urta va boshqa ijtimoiy kafolatlarni ta'minlaydi. Misol 3. Kichik kiyim-kechak do'koni egasi Dilfuza. Dilfuza kichik do'konida tayyor kiyim-kechaklarni sotadi. Uning faoliyati yakka tartibdagi tadbirkorlikdan biroz kattaroq, ammo hali yirik korxona emas. U rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tgan, lekin soliq yukini kamaytirish yo'llarini qidiradi. Yangi farmon mikrofirmalar va kichik tadbirkorlar uchun ham yangi imtiyozlarni nazarda tutadi. Agar Dilfuza o'z faoliyat turini farmonda belgilangan yangi talablarga moslashtirib, aprel oxirigacha tegishli qayta ro'yxatdan o'tish yoki ma'lumotlarni yangilash jarayonidan o'tsa, uning do'koni uchun bir necha million so'mlik soliq imtiyozlari joriy etilishi mumkin. Masalan, aylanma soligi stavkasi to'rtdan birga tushishi yoki ma'lum mahsulot turlari bo'yicha imtiyozli soliq rejimi qo'llanilishi mumkin. Bu esa uning sof daromadini sezilarli darajada oshiradi va yangi tovarlar sotib olish yoki do'konni ta'mirlash uchun qo'shimcha mablag' bo'ladi. Tasavvur qiling, har oyda soliqdan 3 million so'm tejash. Bu esa bir yilda 36 million so'm degani. Bu pulni u yangi brend kiyim-kechaklarni olib kelishga, do'konining marketingiga sarmoya kiritishga yoki hatto qo'shimcha sotuvchini yollashga sarflashi mumkin. Agar u bu imkoniyatdan foydalanmasa, amaldagi soliq stavkalari bo'yicha ishlashda davom etadi va yangi imtiyozlarni boy beradi. Bu esa raqobatchilari oldida uning pozitsiyasini zaiflashtirishi mumkin. Kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Albatta, bu farmon hammaga ham tegishli emas. 1. Rasmiy ish o'rniga ega bo'lgan fuqarolar. Agar siz doimiy ravishda biron bir tashkilotda rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan bo'lsangiz, barcha soliqlar va ijtimoiy to'lovlar ish beruvchingiz tomonidan to'lab borilsa va sizda qo'shimcha norasmiy daromad manbai bo'lmasa, bu farmon sizga bevosita taalluqli emas. Siz xavotirlanmasligingiz mumkin. Ammo agar siz rasmiy ishingizdan tashqari, masalan, uyda dars berish, tarjimonlik qilish yoki kichik miqyosda qo'l mehnati bilan shug'ullanib qo'shimcha daromad topayotgan bo'lsangiz, siz ham o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishingiz va imtiyozlardan foydalanishingiz mumkin. Bu sizning asosiy ishingizga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha, qo'shimcha daromadingizni qonuniylashtirib, o'zingizni ijtimoiy jihatdan himoyalaydi. 2. Yirik korxona egalari. Agar sizning biznesingiz allaqachon katta aylanma va ko'p sonli xodimlarga ega yirik korxona bo'lsa, sizning faoliyatingizga bu farmon to'g'ridan-to'g'ri emas, balki bilvosita ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni, sizning kichik hamkorlaringiz yoki yetkazib beruvchilaringiz endi rasmiylashishi bilan sizga yangi imkoniyatlar ochilishi mumkin. Biroq sizning o'zingizning ro'yxatdan o'tish yoki soliq tartibingiz odatda o'zgarmaydi, chunki siz allaqachon boshqa soliq rejimi ostida faoliyat yuritaysiz. Yirik korxonalar uchun boshqa turdagi davlat dasturlari va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari mavjud. 3. Hukumat tomonidan taqiqlangan faoliyat turlari bilan shug'ullanuvchilar. Afsuski, qonun bilan taqiqlangan faoliyat turlari, masalan, giyohvand moddalarni sotish, noqonuniy qimor o'yinlari tashkil etish, kontrabanda va boshqalar bilan shug'ullanuvchilar uchun bu farmon hech qanday imtiyoz yaratmaydi. Bunday faoliyat har qanday holatda ham qonuniy javobgarlikka tortiladi va unga nisbatan qattiq choralar qo'llaniladi. Farmon faqat qonuniy va ijtimoiy foydali faoliyat turlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Aslida, farmonning maqsadi iloji boricha ko'proq fuqarolarni rasmiy iqtisodiyotga jalb qilishdir. Shuning uchun xavotirlanmasligi mumkin bo'lganlar soni unchalik ko'p emas. Agar siz biron bir faoliyatdan daromad olib, hali uni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, demak, bu farmon sizga tegishli va siz aprel oyining oxirigacha harakat qilishingiz kerak. Bu harakat sizning kelajagingiz uchun to'g'ri qadam bo'ladi.
Qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Har qanday qonun yoki farmonda bo'lgani kabi, bu yangi qoidalarda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan noaniq nuanslar mavjud. Bularni bilish sizni ortiqcha muammolar va tushunmovchiliklardan himoya qiladi. Istisnolar. 1. Nafaqaxo'rlar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yengilliklar. Hukumatning bu boradagi siyosati ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Shuning uchun, agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va o'z-o'zini band qilish faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, ba'zi turdagi faoliyatlar uchun mutlaqo soliqdan ozod qilinishingiz yoki imtiyozliroq sharoitlarda ishlashingiz mumkin. Xuddi shunday, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ham alohida yengilliklar nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Ularga ro'yxatdan o'tishda davlat xizmatlari markazlarida birinchi navbatda xizmat ko'rsatilishi, maxsus maslahatlar berilishi yoki hattoki ayrim hujjatlarni talab qilishdan ozod etilishi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun kasbi bo'yicha faoliyat yuritish uchun beriladigan subsidiya miqdori oddiy fuqarolarga nisbatan yuqoriroq bo'lishi yoki boshqa qo'llab-quvvatlash mexanizmlari joriy etilishi mumkin. Bu kabi istisnolar ularning iqtisodiy faolligini oshirish va jamiyatga integratsiyalashuvini ta'minlashga yordam beradi. Qishloq joylarda faoliyat yurituvchilar uchun preferensiyalar. Shaharlarga nisbatan qishloq joylarda tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Shuning uchun, agar siz qishloq yoki olis hududda faoliyat yuritmoqchi bo'lsangiz, siz uchun qo'shimcha soliq imtiyozlari yoki subsidiyalar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi qishloq tumanlarida ayrim turdagi xizmatlar, masalan, chorvachilik, hunarmandchilik, agroturizm bilan shug'ullanuvchilar uchun soliq stavkasi nolga tushirilgan bo'lishi yoki ular uchun imtiyozli kreditlar berilishi mumkin. Bu albatta hududiy hukumat qarorlariga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'z hududingizdagi davlat soliq inspeksiyasi yoki hokimlikning iqtisodiyot bo'limidan aniqlashtirish zarur. Bu kabi preferensiyalar qishloq joylarda aholining o'zini o'zi band qilish orqali farovonligini oshirishga qaratilgan. 3. Ma'lum bir faoliyat turlari uchun maxsus shartlar. Farmonda ko'rsatilgan ba'zi faoliyat turlari uchun, masalan, it xizmatlari, turizm sohasidagi ba'zi xizmatlar, bolalar bog'chasi xizmatlari, alohida imtiyozlar yoki aksincha, maxsus litsenziyalash talablari belgilanishi mumkin. Masalan, it mutaxassislari uchun 5 yilgacha soliq imtiyozlari berilishi mumkin, lekin ularning faoliyati it park rezidenti sifatida ro'yxatdan o'tishni talab qilishi mumkin. Bu esa qo'shimcha shartlarni bajarishni anglatadi. Yoki bolalar bog'chasi xizmati ko'rsatuvchilar uchun sanitariya gigiyena normalariga qat'iy rioya qilish va litsenziya olish shart bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'z faoliyat turini aniq belgilab olish va unga mos keladigan barcha talablarni o'rganish muhimdir. Bularni bilish sizni keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan byurokratik to'siqlardan himoyalaydi. Qaltis jihatlar, pitfalls. 1. Axborot noto'g'ri talqin qilinishi. Eng katta xavflardan biri bu farmonning noto'g'ri talqin qilinishi yoki unga oid mishmishlarga ishonishdir. Ba'zi kishilar qiyin deb o'ylab, umuman harakat qilmasligi mumkin, holbuki jarayon maksimal darajada soddalashtirilgan. Yoki aksincha, hamma narsadan mutlaqo ozod qilindi deb o'ylab, keyinchalik muammolarga duch kelishi mumkin. Masalan, ba'zilar soliq ta'tilini soliq to'lashdan umuman ozod bo'lish deb tushunib, kelajakda majburiy to'lovlarni unutib qo'yishi mumkin. Shuning uchun faqat rasmiy manbalarga, hukumat portallari, soliq qo'mitasi sayti, davlat xizmatlari markazlari ishonish kerak. Barcha rasmiy axborotlar ochiq va shaffof tarzda e'lon qilingan. Muddati o'tkazib yuborish. Aprel oyining oxirgi kuni juda tez keladi. Ko'pchilik keyinroq qilarman deb orqaga suradi va oxirgi kunlarda barcha tizimlar ortiqcha yuklanib, ro'yxatdan o'tish imkonsiz bo'lib qoladi. Bu afsuski tez-tez uchraydigan holat. Muddati o'tkazib yuborilsa, yuqorida aytilgan barcha imtiyozlar bekor bo'lishi va norasmiy faoliyat uchun jarimalar tahdidi ostida qolish ehtimoli ortadi. Shuning uchun hoziroq harakatni boshlash juda muhim. Kechqurun yoki oxirgi kunlarda harakat qilsangiz, internet tezligi past bo'lishi, sayt ishlamay qolishi yoki texnik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa sizga vaqtni boy berishingizga olib keladi. 3. Noto'g'ri hujjatlarni topshirish yoki ma'lumotlarni noto'g'ri kiritish. Onlayn tizimlar qulay bo'lsa-da, ulardan foydalanishda diqqatli bo'lish lozim.
Pasport ma'lumotlaridagi xato, tin raqamini noto'g'ri kiritish yoki faoliyat turini noto'g'ri tanlash kabi kichik xatolar ham arizangizning rad etilishiga yoki keyinchalik muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, agar siz uyda shirinliklar pishirsangiz u faoliyat turini qurilish materiallari ishlab chiqarish deb ko'rsatsangiz, bu arizangizni rad etilishiga sabab bo'ladi. Har bir mayda detalga e'tibor berish kerak. Xato qilgan taqdirda qayta ariza topshirish qo'shimcha vaqt va asab talab qiladi. Tort. Yashirin to'lovlar yoki firibgarliklar. Afsuski, har qanday yangi va imtiyozli tizim joriy etilganda, firibgarlar ham faollashadi. Sizga tezkor ro'yxatdan o'tkazib berish yoki qo'shimcha imtiyozlar olishga yordam berishni va'da qilib, noqonuniy pul talab qiladigan shaxslardan ehtiyot bo'ling. Ro'yxatdan o'tish jarayoni asosan bepul yoki minimal davlat bojini talab qiladi. Davlat xizmatlari markazlari xizmatlari ham rasmiy belgilangan narxlarda shaffof amalga oshiriladi. Hech qanday shaxsga yoki tashkilotga sizdan haddan tashqari ko'p pul talab qilishga haqqi yo'q. Agar shunday holatga duch kelsangiz, darhol huquq-tartibot idoralariga yoki tegishli davlat organlarining ishonch telefonlariga murojaat qiling. Noaniq nuanslar. 1. Boshqa davlat dasturlari bilan bog'liqlik. Ushbu farmon ko'pincha boshqa davlat dasturlari, masalan, har bir oila tadbirkor, yoshlar, kelajagimiz, ayollar tadbirkorligi kabi dasturlar bilan chambarchas bog'liqdir. Agar siz bu dasturlar ishtirokchisi bo'lsangiz, yangi ro'yxatdan o'tish jarayoni sizga qo'shimcha imkoniyatlar yaratishi, masalan, imtiyozli kreditlarga yoki yer maydonlariga ega bo'lish yo'lini ochishi mumkin. Bu esa oddiy ro'yxatdan o'tishdan ko'ra ko'proq foyda keltirishi mumkin. Shuning uchun, agar siz shunday dasturlarning ishtirokchisi bo'lsangiz yoki ularga kirishni rejalashtirgan bo'lsangiz, bu farmonning ularga qanday ta'sir qilishini o'rganish juda muhim. Kelajakdagi ijtimoiy kafolatlar, oz-ozini band qilgan shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar endilikda rasmiy daromadga ega bo'lishlari bilan birga, kelajakda pensiya va ijtimoiy sug'urta tizimlariga ham integratsiyalashadilar. Bu degani sizning mehnat stajingiz hisobga olinadi. Tibbiy xizmatlardan foydalanishda imtiyozlar paydo bo'lishi mumkin va umuman olganda ijtimoiy jihatdan himoyalangan bo'lasiz. Bu uzoq muddatli istiqbolda juda muhim jihat. Ko'pchilik faqat hozirgi soliq imtiyozlari haqida o'ylaydi, ammo ijtimoiy himoya kafolatlari eng katta yutuqlardan biridir. Bu sizning yoshlik davringizdagi mehnatingiz uchun qariyalikda munosib pensiya olishingizni ta'minlaydi. 3. Raqamli savodxonlikning ahamiyati. Ro'yxatdan o'tish jarayonining aksariyati onlayn tarzda amalga oshirilishi sababli raqamli savodxonlik darajasi past bo'lgan fuqarolar uchun qiyinchiliklar tugilishi mumkin. Biroq bu muammo emas. Davlat xizmatlari markazlarida yoki mahallalardagi mutaxassislar yordam berishga tayyor. Shuningdek, farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki texnologiyadan yaxshi tushunadigan tanishlaringizdan yordam so'rashdan uyalmang. Asosiysi harakat qilish. Ko'pgina davlat xizmatlari markazlarida kompyuterlardan foydalanish uchun maxsus burchaklar ham mavjud bo'lib, u yerda operatorlar sizga jarayonni bajarishda yordam berishadi. Bu nuanslar va qaltis jihatlarni bilish sizga jarayonni muvaffaqiyatli yakunlashda va kelajakdagi noxush vaziyatlardan saqlanishda yordam beradi. Ularga e'tibor berish o'zingizni ortiqcha boshog'riq va xarajatlardan himoyalashning eng samarali yo'lidir. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Aniqlangan ko'rsatmalar. Endi eng muhim qismga keldik. Sizning harakat rejasi. Nima qilish kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar to'plash kerak? Bir qadam o'z maqomingizni aniqlang. Avvalo, o'zingizning hozirgi holatingizni tahlil qiling. Siz hozirda biror bir korxonada rasmiy ishlayapsizmi va qo'shimcha norasmiy daromad manbaingiz bormi? Masalan, asosiy ishingizdan bo'sh vaqtingizda taksichilik qilasizmi yoki qo'lda yasash buyumlarini sotasizmi? Agar shunday bo'lsa, siz ham o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Siz faqat norasmiy faoliyat bilan shug'ullanyapsizmi? Masalan, tort pishirish, sartaroshlik, duradgorlik, taksichilik va hokazo. Ya'ni sizning yagona daromad manbaingiz norasmiy mehnat faoliyatidan iboratmi? Bunday holda sizning ro'yxatdan o'tishingiz o'ta muhimdir. Siz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgansizmi, lekin yangi imtiyozlardan foydalanish uchun ma'lumotlaringizni yangilashingiz kerakmi?
Ba'zi eski soliq rejimlarida bo'lgan tadbirkorlar uchun yangi, yanada foydali rejimlar joriy etilgan bo'lishi mumkin. Siz mikrofirma yoki kichik korxona egasimisiz va yangi soliq rejimlariga o'tish imkoniyatini ko'rib chiqyapsizmi? Mikrofirma maqomini olish uchun belgilangan mezonlar, aylanma, xodimlar soni sizning biznesingizga mos keladimi? 3 qadam: qayerga murojaat qilish kerak? Aniqlangan yo'riqnomalar. Murojaat qilishning bir nechta asosiy usuli mavjud bo'lib, ularning har biri o'zining qulayliklariga ega. Mi.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali eng tez va qulay yo'l. Bu portal O'zbekistonda davlat xizmatlaridan onlayn foydalanish uchun asosiy platformadir va doimiy yangilanib boradi. Qanday qilish kerak? Mi.gov.uz saytiga kiring. Saytning yuqori qismidagi qidiruv panelidan foydalanib, o'z-o'zini band qilgan shaxslarni ro'yxatdan o'tkazish yoki yakka tartibdagi tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazish bo'limini toping. Elektron raqamli imzo eri yordamida ro'yxatdan o'ting yoki tizimga kiring. Agar eringiz bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazidan olishingiz mumkin. Bu ham qisqa vaqt ichida amalga oshiriladi. Ba'zi xizmatlar uchun hatto eri ham shart emas. Masalan, o'z-o'zini band qilishda mobil telefon orqali identifikatsiya qilish, mobil it yoki on-it tizimi orqali ro'yxatdan o'tish mumkin. Ariza shaklini diqqat bilan to'ldiring. Faoliyat turini to'g'ri tanlang. Barcha shaxsiy ma'lumotlarni to'g'ri kiriting va xatosiz ekanligiga ishonch hosil qiling. Kerakli hujjatlarning elektron nusxalarini yuklang. Arizani yuboring. Odatda o'z-o'zini band qilgan shaxslarni ro'yxatdan o'tkazish bir necha daqiqadan bir ish kunigacha vaqtni oladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazish esa biroz ko'proq, lekin baribir qisqa muddatda amalga oshiriladi. Davlat xizmatlari markazlari TXM. Agar sizda internetdan foydalanishda qiyinchiliklar bo'lsa yoki jarayonni yuzma-yuz mutaxassis yordamida amalga oshirishni afzal ko'rsangiz, mahalliy davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Qanday qilish kerak? O'zingizga eng yaqin TXMga borasiz. Ish vaqti va manzillarini Mi.gov.uz saytidan yoki Google xaritalar orqali topishingiz mumkin. Ko'pgina TXMlar ish kunlari ertalabdan kechqurungacha ishlaydi. Pasportingizni va boshqa zarur hujjatlarning asl nusxalarini olib boring. TXM xodimlari sizga ro'yxatdan o'tish jarayonida yordam berishadi, arizani to'ldirishga ko'maklashadi va barcha savollaringizga javob berishadi. Bu xizmat uchun minimal davlat boji undirilishi mumkin. Bu haqida TXM xodimlari sizga ma'lumot berishadi. Soliq qo'mitasining hududiy bo'limlari, garchi asosiy ro'yxatdan o'tkazish TXM va Mi.gov.uz orqali amalga oshirilsa-da, agar sizda soliqqa oid murakkab savollar bo'lsa yoki mikrofirma sifatida qayta ro'yxatdan o'tish kerak bo'lsa, soliq qo'mitasining hududiy bo'limlariga murojaat qilish foydali bo'lishi mumkin. Ular soliq imtiyozlari va hisob-kitoblari bo'yicha batafsil ma'lumot berishadi. Shuningdek, shaxsiy kabinetga kirish va soliq hisobotlarini yuborishda yordam berishadi. Soliq qo'mitasining ishonch telefoni ham sizga maslahatlar berishi mumkin. Mahalla mutaxassislari. Ba'zi mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirishga mas'ul mutaxassislar mavjud. Ular sizga birinchi qadamda yordam berishi, Mi.gov.uz orqali ro'yxatdan o'tishda yo'l yo'riq ko'rsatishi, ayniqsa internetdan foydalanishga qiynaladigan keksa yoshdagi fuqarolarga ko'maklashi mumkin. Mahalla raisining qabuliga yoki tadbirkorlik masalalari bo'yicha mas'ul shaxsga murojaat qiling. 4 qadam: arizani to'ldirishda ehtiyot bo'ling. Arizani to'ldirishda har bir mayda detalga e'tibor bering. Telefon raqami, pochta manzili, bank rekvizitlari kabi ma'lumotlar to'g'ri kiritilishi juda muhim. Agar xato qilsangiz, arizangiz qaytarilishi yoki kechikishi mumkin. Bu esa sizga qimmatli vaqtni yo'qotishingizga olib keladi. Ayniqsa faoliyat turini tanlashda diqqatli bo'ling. Agar siz tort pishirib sotsangiz, pishiriq mahsulotlari ishlab chiqarish va sotish kabi aniq nomni tanlang. Oziq-ovqat mahsulotlari kabi umumiy nom emas. Noto'g'ri tanlangan faoliyat turi sizga noto'g'ri soliq rejimi qo'llanilishiga yoki umuman imtiyozlardan mahrum bo'lishingizga sabab bo'lishi mumkin. Arizani yakunlashdan oldin barcha kiritilgan ma'lumotlarni bir necha bor tekshirishdan erinmang. O'z fikrlaringizni va ushbu mavzu bo'yicha savollaringizni izohlarda yozing. Sizning fikrlaringiz men uchun juda muhim va men imkon qadar ularga javob berishga harakat qilaman. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos, unga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang.
Keyingi videolarimda ham siz uchun eng dolzarb va foydali ma'lumotlar bilan bo'lishishda davom etaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Omad tilayman.